G'alaba bilan tabriklayman avvalambor. Rahmat. Bugun Liga Chempionlar 4-turini o'ynadinglar. 3-divizion komandasini Premium Boys jamoasi bilan ishtirok bo'ldi bugun. Hop, o'yin to'g'risida taassurotingiz, 3-divizionni jamoasi sizlarga qiyinchilik tug'dirmadimi? Endi hisobdan kelib chiqib qiyinchilik tug'dirmadi deb o'ylayapman. Uni baribir o'yindagi vaziyatlar qanaqa bo'ldi? Bolalar asosan juda yaxshi aylanishibdi. Bizga конечно boshida muammolar tug'dirishdi, ancha yaxshi. 3-divizion ham men ham o'ylardim, Slaviy deb o'ylardim, ancha yuqori tempda o'ynashdi bizga qarshi. Bolalar ancha yaxshi. Oxirigacha o'ynab qo'yishdi, shotga qaramasdan. Asosan men o'zinglar media baribir havas futboliga juda minnatdorchiligimni bildiraman. Juda yaxshi tashkillashtirishgan, juda yuqori tempda boshqarishadi. Juda organizatorlarga alohida rahmat. Rahmat. 3-divizion jamoalari albatta endi Superliga jamoasiga qarshi maydonga chiqayotganida har doimgidan ham kuchliroq tayyorgarlik ko'rib tushishadi. Tim Bolli sizlar Oxunboboyev jamoasi Superligada 1-o'rinda, hali bironta ham porajeniyga uchramagan komandasizlar. Kuchli ketyapsizlar. G'alabalar davomiy bo'lsin. Tabriklaymiz. Liga Chempionlar ham porajeniyasiz o'tkazasizlar deb umid qilamiz. Xudo xolasa bizning o'zi maqsadimiz Liga Chempionlar ham Superligani ham olish, aka. Inshaalloh mana shunga nasib qilganmiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatishga davom etamiz, aka. Maqsad sari olg'a. Rahmat. Rahmat sizga ham, aka.